Dunyodagi eng xavfli insonni o'ldirishi mumkin bo'lgan baliq fugu ekanligini bilarmidingiz? Fugu Yaponiyaning madaniy merosining bir qismidir. Fugu balig'ining ta'mi juda nozik va o'ziga xosdir. Bu baliq to'g'ri tayyorlansa inson tirik qoladi, aks holda o'lim bilan tugaydi. Fugu tayyorlash uchun maxsus tayyorgarlik va sertifikat kerak. Yaponiyaning oshpazlari bu baliqni yillar davomida tayyorlashni o'rganishadi. Fugu balig'ining eng xavfli jihati unda tetradotoksin zahari mavjud. Bu toksin baliqning terisida, ichaklarida va ba'zan mushaklarda bo'lishi mumkin. Fugu iste'mol qilish ko'pchilik uchun qiziqarli va xavfli tajriba. Bu baliqni yeyish bir jihatdan hayajon va adrenalin beradi deb hisoblashadi yaponiyaliklar. Siz bu baliqni tatib ko'rgan bo'larmidingiz? Ushbu videoni baliqni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.